ko'p odam menga yaxshi o'yna olmaysan, botsan deydi. Ha, men botman. Men Yakuza, yo Levinho, yo Oldboy emasman. Nima qilibdi? Nima shu yaxshi o'ynash shartmi? Agar sen internet platformaga video qo'ysang yoki stream qilsang, zo'r o'yinchi degani emas qadrdonlar. Nima tushunmaysizlar? Qayerga qarasang, gol lobby, o'yin lobby bilan chegaralanmagan-ku, to'g'rimi? Yo 2-3 videosi rekta bo'lsa, lobbiga chaqirib, otishib, reputatsiyasini tushirish kerak emas-ku. Nabarot, qo'llab-quvvatlab o'ynashni bilmasa ham zo'r harakatdan to'xtama desa, moralniy poddeshka bergan yaxshi emasmikan? Bu bilan nima demoqchiman? TDMni zo'r o'ynasangiz, o'zingizga, siz biz tarafga tosh otmay, o'zingiz yo'lingizda yuring, ha biz esa o'zimiznikida.